Salom aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz o'zbek tili. Darsning mavzusi: ko'ngil daraxtini ko'rkamlashtiring. Baholash mezonlari. Matndagi muammolarni hal qilishda o'z fikrini bildiradi. Matn turlarini aniqlay oladi. Turli tip va uslubdagi matnlarni yaratadi. Matn tuzishda tanish belgilaridan to'g'ri foydalanadi. Matn oldi topshiriqlar. Aziz o'quvchilar, ushbu fikrni bugungi mavzuga oid taqqoslab ko'ring-chi. Ertalab o'rningdan turib, yuz-qo'lingni yuvding va o'zingni tartibga keltirding. Endi darhol o'z sayyorangni tartibga keltir. Inson istaydimi, yo'qmi, tabiat bilan bir tanu vujud hisoblanadi. Inson tabiat bilan ham qalban, ham jisman bog'langan. Hatto chirmab, chandib bog'langan. Tabiatdagi o'zgarishlar, turli hodisalar insonning aqliga, hissiyotiga va tanasiga kuchli ta'sir qiladi. Masalan, chaqmoq chaqsa qo'rqib ketasiz. Iliq yomg'ir yog'sa, qalbingizda romantik kayfiyat uyg'onadi. Zilzila, suv toshqini yoxud bo'ron bo'lsa, dahshat ichida qolasiz. Osmondagi bulut tarqamay turaversa, yurak siqilib ketadi. Tabiat va ruhiyat bunchalik bir-biriga sirdosh bo'lmasa, aslini olib qaraganda, inson jismi tabiat tilini tushunmaydi. Keling, tahlil qilamiz. Inson farovon yashashni istadi. Tog'larni portlatdi, tilla oldi. Yerni o'ydi, neftni ichdi. Okeanga kirdi, uni zaharladi. O'rmonni kesdi, havoni o'ldirdi. Hayvonlarni qirdi, qushlarni otdi, baliqlarni qovurdi. Xullas, vujudi orom olishi uchun tabiatning dod-u faryodini eshitmadi. Ammo inson qalbi tabiat tilini tushunadi. Tabiatning joni og'riganini his qiladi. Inson qalbi va ruhi bilan yolg'iz qolganida tabiat bag'riga chiqib ketgisi keladi. Qiziq haqiqat. Inson nafsiga qul bo'lgani sayin tabiatni halok qiladi. Inson ruhoniy jihatdan yuksalgani sayin tabiatni asrab avaylaydi. Aziz o'quvchilar, birinchi topshiriq. Darslikdagi 20-mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Matnni o'qib bo'lgach, matnga sarlavha qo'ying. Matn turini aniqlang hamda matndagi muammoga o'z fikringizni bildiring. Deskriptor matnga mos sarlavha qo'yadi, matn turini aniqlaydi hamda matndagi muammolar yuzasidan o'z fikrini aytadi va munosabatini bildiradi. Ikkinchi topshiriq. 21-mashq. Matn bilan tanishing. Matnda muallif qanday muammo ko'targan? Matn turini aniqlang. Matn haqida fikr bildiring hamda muallif ko'targan muammo siz yashayotgan ko'cha, qishloq, shaharda ham mavjudmi? U holda kichik matn yarating. Deskriptorlar matnda ko'tarilgan muammolarni aytadi hamda matn turini aniqlaydi. Matnga o'z fikrini bildira oladi. Turli tip va uslubdagi matnni yaratadi. Matn tuzishda tanish belgilaridan to'g'ri foydalanadi. Bugungi darsimizning refleksiyasi. Bosh barmoq usuli asosida darsga yakun yasaymiz. Aziz o'quvchilar, har birimiz tabiatimizni asraylik. Yon atrofimizga e'tiborli bo'laylik.
Kelasi darsda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar.